Assalomu alaykum rahmatulloh. Mana qarang. Bu Xitoy ustuli. Xitoy ustuli bor. Ahvolini qarang. Okalarim. Ishlab chiqarayotgan okalarim, Turkiya deganmi, turkcha, o'zbekchani bilsa agar eshitsin. O'zimizda chiqarayotganlar, o'zbek degan nomga dog' tushirmanglar okalar. O'zbekistonda zo'r narsalar chiqsin, aka. Bu Xitoydan chiqyapti, qarang, ahvolni qarang. Ahvol. Shunaqa ustullar bor, endi u stullarni ko'rsata olmayman. O'sha sexdan chiqayotgan stullar egasi ko'rsa xafa bo'ladi. Tagiga panerini yubqasini qo'yib yuboryapti. Ikkinchi sortdan ham battar parron ishlatyapti. Uyiga olib boradi uni. Uyiga borib qo'yadi. Baraka topkur. Yaxshi narsa ishlataylik. Mayli $1 kamroq foyda qiling. Lekin yaxshi narsa beringlar, xalqqa duo qilsin. Ertaga sizlar qilgan ishini qara, qo'yib yuborgan narsasini qara deb orqangizdan yomon gap kelmasin, okalar. Yaxshi narsa yetkazib berishga harakat qilaylik, klientga duo qilsin. $1 foyda qilmaylik, $5 foyda qilmaylik. Duosini olaylik, okalarim. Mana xudo xolisa mana qarang. Mana bu ustul, ikki xil ustul turibdi. Bittasi Turkiya, bittasi o'zimizdan chiqqan. Mana buni ham qarang, remotga kelgan mana. Liqillab yotibdi. Bizaniki mana beton bo'lib turibdi, beton. Nimani hisobiga? Buni faneri 18, buniki bilmayman nima. Panellari ham o'zi o'lyapti, materiallari ham osilib ketgan, ko'ryapsizlarmi? Bo'veradi deb berib yuborgan turklar ham. Bizaniki qarang, beton bo'libdi. O'zimizning molni maqtash emas, yaxshi narsa chiqaraylik, yaxshi narsa chiqaraylik. $1 bo'lsa, o'shanda baraka bo'lsin. Okalarim, olayotgan klientlar ham shu oyligini yig'ib, niyat qilib oladi, okalarim. 1 oy ishlatib, 2 oy ishlatib, bu qo'lini ishlab qolmaydi-ku. Kelinglar, sizlarga yaxshi narsa yetkazib berishga harakat qilamiz. Xolasizlar, mana bunaqa temirdan bo'lgan. Korpuslari ham temirdan, mana bunaqa qimirlamaydigan stullarimiz bor. O'tirsa ham komfort, qulay bu. Qulay. Qimirlamaydi, beton bu, beton. Вообще мощный narsa. Kelinglar, yaxshi narsa yetkazib berishga harakat qilamiz. Dilerlarimizga murojaat qilinglar. Dilerlarimiz sizlarga yaxshi narx, zo'r sifatda qilib berishadi.